Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, Unikus kanalimiz obunachilari, hamkasblar, akalar, ukalar. Mana navbatdagi 26 kilovatlik Nijniy Gareniya katyolimiz tayyor bo'ldi. Bir qator tushuntirib o'tib ketaman ishlashlarini. Katyolimizga zavodskor ruchkalar qo'yilgan. Topkasini eshigi. Eshiklarni termostoyki 1000 gradusga chidaydigan kraskada kraska qilyapmiz. Az bizning shnurlari ham rossiyskisidan qo'yilgan. Ko'chib, muammo bo'lmasligi uchun 1500 gradusga chidaydigan germetikaga o'tkazilgan. Topkasiga 35 kilodan 45 kilo 50 kiloga dovul ko'mir sig'adi. Ko'mirni yirik maydaligiga qarab. Kulini elaydigan mexanizm qilingan. Boshqa shu rechagi bor, ruchkasi. Ruchkasiga ham tormoz qo'yganmiz. 10 soat 15 soatda bir tosh, shilaq turib qolsa, shu yerdan tushirib pastga tushib ketadi. Kulini qoqib ishlatsanglar bo'laveradi. Klapani bor. Klapan qilingan. Azizning shuni o'rab, nejavaka bilan zag'lushqa qilib qo'yilgan, tutamasligi uchun. Qo'shimcha eshib ketganmiz kulxonasiga. Qalinligi 17 mm, reshotkamiz cho'yan reshotka, qalinligi 25 mm. Uzoq yil xizmat qilish uchun zavodga zakazga qildiryapmiz. Kuldoni ham katta chuqur qilingan. Shu holatda ochiladi, yopiladi. Pastki eshigiga ventilyator qo'yilgan. Ventilyatorga klapan qilganmiz. Bu klapanni qilishimizdan maqsad ventilyator o'chgan mahal shu joydan havo tortaveradi. Dimoxod tortishi bilan katyolni gradusi 70 gradus, 60 gradusga qo'yib qo'ysanglar, qaynab ketib qolyapti. Shuning uchun klapan qilish kerak. Operativa bez qilingan. Shu pasangi vazifani bajaradi. Shu yerdan ligirovka qilinadi klapanning og'irligi. Kabellari termostoyga kabel qo'yganmiz. 180 gradusga dovur chidaveradi, kuymaydi. Nejavaka gofraga montaj qilib qo'yilgan. Kontroller qo'yilgan. Shu joydan gradus boshqariladi. Yonishiga javob beradi, o'tishiga. Bu yog'ini 70 ga qo'yib qo'ysanglar, bu yog'ini 35, 50 qilib oraliq masofasini ham nastroyga qilib qo'ysanglar bo'ladi bu bilan sozlab. Katyolimiz ochiq sistemaga mo'ljallangan. Zirno klapan qo'yib ketganmiz. Avariyniy holat bo'lib qolsa, katyol portlamasligi uchun 3 barli zirno klapan qo'yilgan. Rashiritini muzlab qolsa, avariyniy holat bo'lib. Termometri bor. Voltmetri bor. Оборотini balandlatib pasaytirgan regulyator qo'yilgan. Flyuchatori bor. Shu holatda slifi bor. 20 lik slif qo'yilgan. 32 lik tent tushadi. Tentga joy tashab ketganmiz. Padachasi 32 lik, obratkasini orqa tomonga joylab berganmiz. 32 lik. Dimoxod tozalaydigan joyi shu yerdan bo'shatiladi, qopqoq ochiladi. Keyin xurumni varib yana yopib qo'ysanglar bo'laveradi. Eshiklarni ikki tomonidan hamma eshigini ligirovka qilinadigan qilingan. Vertikalni teplabmaydigini tozalaganinglardan keyin xurumlar shu yerga tushadi. Shu yerdan ovoriladi. Katta qilib qilganmiz. Shu holatda. Katyolimizga 55 litrli rashiritli bak, tozalaydigan, kullarni ovoradigan qilib kompletda 150 kvadratlik katyollarimiz bityapti. Kimga shunaqa katyollar qiziq bo'lsa, nomerlar qoldirib qo'yamiz. Narxini aytib keta olmayapmiz. Videolarni 6 oy, 2 oy, 3 oydan keyin ko'rib turib ham shu kuzatuvchilarimiz, klientlar kelishmovchilik bo'lib qolyapti. Shuning uchun narxini aytib ketmayapmiz video davomida. Telefon qilsanglar, nomerlar qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqarasizlar. Komment yozinglar, javob qaytaramiz. Kimga qiziq bo'lsa, materialga qarab narxi o'zgarib turibdi katyollarda. Shuning uchun narxini aytmayapmiz. Katyollarimiz birin-ketin bo'lgan sotilib ketib qolyapti, ulgurmayapmiz. Endi vaqtimiz boricha shu videolarni joylab boryapmiz. Videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like'lar bosib, qo'llab-quvvatlab ketinglar.
Manzilimizni tushuntirib o'tib ketaman. Manzilimiz Andijon tumani, Zelenomostda joylashgan svarka seximiz. Ozgina ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'libsizlar. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.